Bu meni oshqozonim. Isming nima? Denji. Senga hozir bir narsani aytib qo'yishim kerak. Denji, bundan bu yog'iga sen meni qaramog'imda bo'lasan. Ha yoki vovullab javob berishingni kutaman. Menga yo'q deb javob beradigan it kerak emas. Agar etsam-chi? Bir safar sud tibbiy ekspertiza bo'limidan bittasi menga yo'q degandi. Foydasi yo'q itlarni yonimizda olib yurmaymiz. Ulardan kech boramiz. Uni yaxshi deb o'ylagandim. Uni nimasidir menga yoqqandi. Bunda qo'rqinchliligini bilmagandim. Menga la'nati itday munosabatda bo'pti. Pachetoni qanday olgani yodimga tushib ketdi. Biz ham nonushta qilganimiz yo'q edi. Dam olish joyida to'xtab biror narsa olaylik. Kechirasiz, lekin meni pulim yo'q. Shunchaki xohlaganingni tanla. Pulini esa men to'layman. Kiyimsiz ham meni e'tiborini tortyapsan. Mana. Hayotim davomida odamlar meni isqitlagan va menda yomon hid kelganligi uchun qochishardi. Ilgari hech kim menga yaxshilik qilmagan. Ayniqsa bunchalik chiroyli qiz. Uni sevaman. Play Market va App Store'dagi Anibla.uz ilovasi uchun o'zbek tiliga o'girildi. Play Market yoki App Store'dan Anibla.uz ilovasini yuklab oling va xohlagan animalaringizni sifatli dublyajda tomosha qiling. Anibla.uz birinchi uz fandap. Men udon olaman. Udon va kolbasa. Bo'ladimi? Albatta. Iltimos, menga kari udon. Hozir. Bu ham yaxshi eshitilyapti. Denji, yaxshimisan? Sizdan yoqimli hid kelyapti. Qancha bo'ladi? Hozir bir soniya. Denji, Meni kechiring. Menimcha arraga aylanganimdan ko'p qon yo'qotib yuborgan bo'lsam kerak. bu qanday qilib yuz berdi? Meni iblis kuchuvchan bor edi va u menga yuragini berdi. Gapimga ishonish qiyin. Men ham bunda cho'pchaga ishonmagan bo'lardim. Lekin Pachito men uchun o'zini qurbon qildi. Sani holatingni tushuntirib bera oladigan nazariyalar ko'pmas. Hatto tarixda ham bunaqasi kuzatilmagan. Bu hodisani hatto nomi ham yo'q. Men senga ishonaman. Nima? Menda ajoyib hid sezish qobiliyati bor. Shuning uchun ham bir narsani aniq ayta olaman. Sani do'sting ichingda yashayapti. Majoziy ma'noda aytmayapman. Sani taningda ham insonni, ham iblisni hidi bor. Shu rostmi? Ajoyib. Rostdan ham juda ham ajoyib. Udon. Udon. Udonni yesam bo'ladimi?
Yaxshimisan? O'zing ovqatlana olasanmi? Qo'limdan kelmaydi. Mana. Dechi. Mazalimi? Wow! Allaqachon udon sovib qolgandi. Lekin sen maza qilib yeyapsan. Haqiqiy it kabi. Ano. Ismingiz nima? Makima. Makima xonim. Sizga qanday yigitlar yoqadi? Denjiga o'xshagan yigitlar. Denji? Axir bu men. Sizga qanday yigitlar yoqadi? Denjiga o'xshagan yigitlar. Siz menga ham yoqasiz, Makima xonim. Denji, bu yodaman. Bu biz iblis ovchilarini Tokiodagi shtab-kvartirasi. Tokioda 1000 dan ortiq iblis ovchilari bor. Ularning ichiga oddiy fuqarolar ham kiradi. Lekin jamoat xavfsizligiga xizmat qilsang, sara imtiyozlarga ega bo'lasan. Makima xonim meni yoqtirsa, ehtimol biz birga ishlasak, oxir-oqibat juftlikka aylanarmiz. Agar biz juftlik bo'lsak, biz o'sha ishni qilishimiz mumkin. Xohlayman. U bilan yotoqda bo'lishni xohlayman. Denji, Eshitaman. biz formada yurishimiz kerak, shuning uchun mana buni kiyib ol. Kiyinib bo'lganingdan keyin esa seni hamkasbing bilan tanishtiraman. Yoningda turgan odam Aki Hayakawa. U ovchilikni sendan 3 yil oldin boshlagan, Denji. Bugundan sen unga shogird tushasan. Lekin siz bilan birga ishlashni xohlayman, Makima xonim. Hammasi aniq ko'rinib turibdi-ku. Ishon biratishga sen uni pog'onasida emassan. Yur, patrulga chiqamiz. Yo, Makima xonim. La'nati. Qo'y, tur. Hech qachon. Men Makima xonim bilan birga ishlagim kelyapti. Agar sen yaxshi ishlasang, bir kun kelib biz birga ishlashimiz mumkin. Shuning uchun o'zingni ko'rsat. Hey, senpai. Makima xonimmi? Yigiti bormi? Biron nima desangchi. Hey! Ortimda yur. Sen bu ishdan ketishing kerak. Agar ketmasang, ertaga yana seni kaltalayman. Lekin nimaga? Men faqatgina senga yaxshi bo'lishni xohlayapman xolos. Bu ishni yaxshilab o'ylab ko'rmasdan boshlagan odamlar hammasi oxir-oqibat o'lib ketishadi. Yaxshi oylik uchun iblis ovchisi bo'lishgan hamkasblarim ko'p bo'lgan. Oxir-oqibat ular hammasi iblislarning qo'lida o'lib ketishdi. Faqatgina jiddiy sabab tufayli bu yo'lga kirganlar omon qolishgan. Sen esa shunchaki Makima ortidan ergashasan, to'g'rimi? Bingo. Seni kaltalaganimdan xursandman. Makimaga sen iblislardan qo'rqib, qochib ketdi deb aytib qo'yaman, xavotir olma. Senpai, siz menga rostdan ham yaxshilik qilyapman deb o'ylayapsizmi? Qachonki men kim bilandir urushganimda faqat va faqat tuxumiga zarba beraman.
Men bugun birinchi marta udon yedim. Yana kolbasa ham. Birinchi marta menga insondek muomala qilishdi. Hatto ovqatga ham pul to'lashdi. O'zimni orzularim ushalgandek his qildim. Iblis o'tsa bo'lishni tanlaganimda bu haqda hatto o'ylamagandim ham. Agar bunda hayotda davom ettirish imkoni bo'lsa, buning uchun o'lishga ham tayyorman. Bilasanmi, gapimni qaytarib oldim. Bu endi meni hayotim emas. Makima xonim, sani ortingdan yuradigan oddiy ayollardan emas. Ha? Nima deding? Menimcha senga Makima xonim yo'qsa kerak, ha? Sen rostdan ham mani faqat tuxumlarimga zarba beryapsan. Axlat. Senpai tuxumlariga iblis hujum qildi, Makima xonim. Bu yolg'on. U aldayapti. Xo'sh ekanlar, birga ishla olasizlar deb o'ylayapsizlarmi? Aslo yo'q. O'g'ir taqlat. Kelishib olganinglardan xursandman. Denji, sen Hayakavani bo'linmasiga qo'shilasan. Bo'linmasiga? Jiddiy aytyapsizmi? Menda shundoq ham unga o'xshaganlar yetarlicha. Yana bittasini qo'shish men bilmadim. U sani bo'linmanga qo'shiladi deganim, to'g'rimi? Sani bo'linma